Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan gipofiz adenomalari haqida gaplashamiz. Umuman gipofiz adenomasi deganda biz gipofiz bezidan o'sib chiquvchi xavfsiz miya o'simtasiga aytadi. Ya'ni xuddiki gipofizdagi hujayralar juda ko'p funksiyani bajarishi natijasida uni hujayralari bir necha boriga ko'payib ketadi va kattalashib ko'ruv nervini buzadi, ya'ni bosadi va ko'z ko'rish faoliyatini buzilishi bilan kechadi. Bu eng ko'zga ko'rinarli, sezilarli simptomlardan bittasi. Bundan tashqari gormonal buzilishlar, miya bosimining oshishi natijasidagi bosh og'riqlari umumiy simptomlarini o'z ichiga oladi. Demak, gipofiz nima bu? Gipofiz bu miyaning aynan kalla asosining o'rta chuqurchasida, asosning markazida, o'sha turk egari deb nomlangan o'sha joyda, asosiy suyakning turk egari qismida joylashgan bo'ladi. Razmeri o'rtacha 0,81 sm diametrni tashkil etadi. Mikroadenomalar asosan hech qanaqa klinik simptomlarni bermaydi, nevrologik simptomlarni demoqchiman, ya'niki, ammo gormonal buzilishlar bilan kechadi. Bu nima? Ayollarda hayz siklining buzilishi, ko'krakdan sut kelishi, semirib ketish, davlinaning ko'tarilishi, erkaklarda esa impotensiya, jinsiy xohishning kamayishi, bepushtlik kabi belgilar. Semirish, qo'l oyoqlarning kattalashishi, gormonal buzilishlarning ko'pchiligi va gipofiz adenomalarining juda katta hajmdagi ko'ruv nervini tepadan bosgan paytida bu asosan o'sha ko'rish funksiyasining buzilishi bilan ham namoyon bo'ladi. Bu erkak va ayolda bir xil bo'ladi. Bunda ko'ruv maydoni torayadi, ya'ni insonning yon tomondan ko'rish holati kamayadi. Xuddi turba bilan ko'rganday ko'ruv maydonining ikki yoni tushib qoladi. Bunga bitemporal gimanopsiya deyiladi. Mana shu klinik belgilarga qarab bizlar gipofiz adenomasi borligini bilamiz. Ya'ni asosiy tashxis bu bosh miyani MRT yoki kompyuter tomografiyasi. Bunda gipofiz bezining hajmining oshishi, turk egarining tubidagi suyakning destruksiyasi, gormonal buzilishlar, Xezmani sindrom va albatta ko'z faoliyati, ko'rish faoliyatining buzilishi bu gipofiz adenomasini borligini tasdiqlaydi. Gipofiz adenomasini davolash albatta jarrohlik usulida o'sha adenomani xavfsizroq qilib olib tashlash. Bu haqida keyingi postlarimizda albatta sizga xabar beramiz. Hozircha xayr.